Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlarni kompaniyalaring bilan mana ishlab, Xudoga shukr texnikalar oldik. Qishloq xo'jaligida ko'p yordam tegyapti. Biz lizing kompaniyasini oldin ishlamaganimiz uchun biz katta kreditga o'xshagan bir qiyin bo'lsa kerak deb o'ylardik. Yo'q, Xudoga shukr, rahmat shunchalik yordam berganlaringga. Mana ikkita Belarus oldik, kombaynlar oldik, mana yer haydash uchun texnika oldik. Bizda qiyinchiliklar bo'lmadi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Endi yordamiga keladigan bo'lsak, mana 2 yildan beri bir xil texnikalarimizni 6 oyda bir to'laydigan qilib berishgan, bir xillarini oyma-oy to'layapmiz. Xudoga shukr, oramizda hali yomon gap so'z bo'lgani yo'q. Vaqtida to'laymiz. Keyin yerlarimizda ham o'zgarishlar yaxshi bo'ldi shu texnikalarni olganimizdan keyin. Ish joyi to'g'risi oldin ham xuddi shuncha ish joyimiz bor edi, faqat eski texnikalar bilan ishlardik. Hozir traktorchilarimizni ham настроенияsi yaxshi. Chunki olgan texnikalarimiz hammasi konditsionerli, avtomat, talabga javob beradigan texnikalar bo'ldi-da. Shuning uchun ham ish unumdorligi oshdi. Shu eng glavni yutug'imiz shu bo'ldi. Bizda o'zimizda 210 gektar yer bor. Fermer xo'jaligimiz 91-yil tashkil topgan. Men o'zim bu fermer xo'jalikda 3 yildan beri ish faoliyatidaman. Lekin kelganimdan keyin ko'rganimda hammasi eski texnikalar, eskilik sarxillari edi. Yo'q, yangiladik, Xudoga shukr, hammasi yangi yo'nalish bo'yicha ketdi. Hammasi hosildorligi ham oshdi. Hammasi yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Yo'q, biz shu MK Leasing bilan bir SN Invest magazini orqali tanishdik. Humoyun aka degan odam orqali ish yuritdik. Yo'q, yaxshi, hammasi vaqti, soati bilan bo'ldi. Bizni yugurtirmadi, hammasi joy-joyida bo'ldi. Biz ham xudo xolasa harakat qilamiz shu sizlarni podvodit qilmaslikka. Hammasini o'z vaqtida to'laymiz. Chunki yer yaxshi bo'lgandan keyin, daromadingiz yaxshi bo'lgandan keyin u biz sizlarga to'layotgan pul ko'zimizga mizr bo'lib tuyulib, bemalol qutulamiz bu narsadan. Xudo xolasa qiyinchilik bo'lmaydi. Chunki oldinga qarab yurish ancha yaxshi. Mana shu texnikalarni olganimizdan beri, mana 2 yildan beri ham o'zimizning yerlarga ishlab beryapmiz, ham qo'ni-qo'shni mana shunaqa fermerlarni ham yerini qayta ishlab beryapmiz. Sizga texnikangizni necha kunda chiqazib berishdi? Ya'ni necha kundan keyin salonni olib chiqib ketdingiz? Shartnomaga qo'l qo'yganingizdan keyin. Biz shartnoma qilganimizdan keyin bir xil texnikalarni kerak bo'lsa shu kuni olib chiqib ketdik. Kechgacha bo'lgan davrda, kech payt уже biz texnikalar shanba, yakshanbaga to'g'ri kelib qolgan kunlari 2-3 kun zadeshga bo'ldi boshida. Lekin u ham bizga qiyinchilik tug'dirmadi, chunki biz 2-3 kun kutsak hech narsa o'zgarmasdi-da. Shuning uchun namadik. Atak bir xil texnikalarni ertalab do'g'or qildik, kech payt уже olib chiqib ketdik. Pul ko'ringandan keyin olib chiqib ketildi.